Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana hozir biz Farg'ona vodiysi bo'ylab, ya'ni Andijon, Namangan, Farg'ona hamda Qo'qon guruh rayonlarida xizmat safaridamiz. Xizmat safari davomida bitta alohida narsaga e'tibor berib ketishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni Vetco Biotek kompaniyamiz tomonidan choraklik aksiyalar amalga oshirilgan, ya'ni bundan ko'pchilikda xabari bor. Xabari yo'qlar uchun alohida ma'lumot uchun aytib o'taman. Ya'ni aksiyamizni asosiy mazmuni shundan iboratki, qishloq xo'jaligi hayvonlariga veterinariya xizmati ko'rsatish hamda veterinariya dori-darmonlarini hamyonbop, ayniqsa sifatli veterinariya preparatlarini ta'minlash masalalari bo'yicha kvartalniy aksiyalar, ya'ni choraklik aksiyalar bo'lib o'tyapti hamda shu 3-chorak aksiyasi yakunlandi. 3-chorak aksiyasi yakunlanganligi munosabati bilan hududlarimiz, ya'ni respublika bo'yicha joylashgan veterinariya preparatlarini sotish amaliyotida shug'ullanadigan veterinariya aptekalari bilan aksiya g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazilyapti. Qo'shimcha ma'lumot o'rnida yana bitta narsani aytib o'tib ketish joizki, ya'ni bizni aksiyamiz 4-kvartalga ham davom etadi, ya'ni yangi aksiya boshlandi. Aksiyani to'liq ma'lumotlari bo'yicha opisaniyada nomerlarni, silkalarni yozib qo'yamiz. Shunga kirib alohida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir vodiydagi, ya'ni Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon guruh rayonlaridagi xizmat safarimiz davom etyapti. Xizmat safarimiz davomida o'sha aksiyamiz ishtirokchilarini, ya'ni aksiyada g'olib bo'lgan ishtirokchilarni taqdirlash marosimi boshlandi. Aksiyamizda asosiy shartlari shunday iborat ediki, yuqorida aytganimizdek, o'sha hududlardagi veterinariya osoyishtalikni ta'minlash maqsadida aholiga sifatli, hamyonbop, ayniqsa alohida bir e'tiborga olishimiz kerak, sifatli veterinariya dori-darmonlarini sotish bo'yicha aksiya tashkil qilingan. Vetco Biotek xususiy korxonasi tomonidan aksiyani yakuni bo'ldi, ya'ni 3-chorak aksiya yakuni bo'ldi. Ma'lumot uchun yana aytib o'tamizki, 4-chorakda ham aksiyamiz davom etadi. Aksiyani davom etish shartlari bo'yicha opisaniyalarda silkalar hamda telefon nomerlar qo'yamiz. To'liq ma'lumotni shu yerdan olishingiz mumkin. Bugungi aksiyamizning g'olibi Hojam akamiz. Hojam akamiz aksiyada juda ham faol ishtirok etadi yillar davomida, bir necha yillar davomida. Mana bu yil ham 2025-yil 3-choragida ham aksiya g'olibi bo'ldi. Ya'ni o'sha veterinariya dori vositalarini sifatli hamda hamyonbop aholiga yetkazib berish bo'yicha aksiya g'olibi bo'ldi. Hojam aka, bu bilan avvalambor sizni tabriklayman. Doimo sog' bo'ling, aholini, chorvasini salomatligini saqlash, doim charchamang. Bir og'iz fikrlaringiz bo'lsa, bildirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Avvalosi mamlakatdagi tinchlik bardavom bo'lsin. Mana bu mamlakatimiz tinch bo'lsin. Mamlakatimizning tinchligiga mana nima qilib turayotgan rahbarlarimiz, prezidentlarimiz va boshqa rahbarlarimiz ham sog' omon bo'lsinlar. Hayvonlarning sog' salomatligiga yaxshi hissa qo'shib kelayotgan mana bu Biotek kompaniyasini ham katta rahmat. Bular yaxshi sifatli dori-darmonlarni yetkazib beryaptilar. Buning natijasida mana shu bizning hududimizdagi, respublikadagi barcha hayvonlar sog' salomat yaxshi mahsulotlar yetkazib beryapti. Bularga ham katta rahmat. Bundan keyingi ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zlariga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Barchalari, ahliyolar, bolalari bilan tinch bo'lsinlar. O'ylagan niyatlarga, qilgan maqsadlarga Alloh yetkazsin. O'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Rahmat. Hojam aka, sizga yana bir bor muborak bo'lsin. Ishlaringizga omad. Charchamang, Xudo suhbat bersin. Charchamang. Rahmat. Hojam aka, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.